Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun biz FC Mobile'da Star Scout bo'limidagi tokenga attiga 10 mingtagagina 114-115 futbolchilar olish bagini o'rgataman. Bu bagmi yoki yo'q? Anig'ini bilmadim, lekin omadinglar bo'lish kerak. Bo'lmasa men olasizlar futbolchi. Bunda videoni boshladik. Va bizga kerak bo'ladigan tugmacha o'zingizlar ham bilasizlar, besplatniy обновление. Biz bundan juda ham ko'p ochaveramiz yoki over 114 dan 115 gacha tushadi yoki de videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Menga bu yerdan Geroy kartasi tushdi, lekin futi versiyaniki. Va ko'pgina harakat qilib ochganimdan keyin menga Geroy kartasi tushdi. Lekin endigina обновление qilaman deganimda yaxshilab qaradim. Va bu sezonni kartasi tushgan edi. Esinglarda bo'lsa, boyiga ochganimda u yoqdan ham Geroy tushgan edi. Lekin u yerda futi versiya edi. Keyin o'yinchilar kartasini ko'rganimda, o'yinchilar yig'ilgan joyini bu yoqdan 115 Hazard, Toure, Stam va shunga o'xshash futbolchilar turgan edi. Lekin ular ichida kompaniya ham bor edi. Keyin tavakkal qilib birdan ochaman deganimda va ochdim. Va ko'rsanglar bo'ladi qaysi o'yin tushganini. Stop. Endi shu joygacha ko'rdingizmi videoni? Endi like va obuna bosishni unutmang. Bu men uchun yangi videolar uchun motivatsiya bo'ladi. Nice. Oh, yeah!